Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dipesh va Ovito Sembika kanali. Bugun biz mazza qilib survival qilamiz. Sen yana kimsan? Ekranimdan yo'q bo'l yaramas. Men qayerda paydo bo'lib qoldim? Xo'sh, menimcha jodugar meni yuraklarimni tortib oldi. Endi biz ularni hammasini qaytarishimiz kerak. Lekin bu yuraklar oddiy bo'lmaydi adashmasam. Qani ko'rikchi bu yerda nimalar bor ekan? Xo'sh, sen menga kimdirni eslatyapsan. Mening azaliy dushmanim Jekka Chermog'in yana ish boshlaganga o'xshaydi. Sening ham yuraklaringni tortib olibdi, faqat bittaginasini qoldiribdi. Lekin men umid qilamanki, sening yuraklaringni qaytara olamiz. Va shu bilan birgalikda jirkanchning adabini berib qo'yamiz. Sen boshlanishga tashqariga chiq. Bu yerda mahluqlarni ov. Hammasi tushunarli, lekin sen yana kim bo'lding? Bo'lishi mumkin emas, adashyapsan. Yo'q, men doktorman. Rosta ham shunday bo'lsa kerak, doktor Hart. Yaxshi. Demak, bu yerda ko'rib chiqishim kerak. Bu yerda nima bo'lsa hammasini olishim kerak. Bu yerda yana yer to'la xabar ekan. Qani tushib ko'raylikchi. Xo'sh, bu yerda nimalar bor? Xo'sh, menimcha bu yer retsept qora. Bu yerda qaysi mahluqdan nima tushishi yozilgan. Bu yerda esa qanday yuraklar yasashimiz mumkinligi. Bu yerda esa buni ko'rmaganimiz yaxshiroq hozircha. Biz oldindan qanday yuraklar bo'lganini bilishimiz menimcha noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda yana nima? Mayli tashqariga chiq degandek bo'ladimi? Hozir tashqariga chiqib ko'ramiz. Pechkada nima bor? Ko'mir, ovqat qilsak bo'lar ekan. Lekin menimcha ovqat bilan muammo unsa bo'lmaydi. Mayli tashqariga chiqib ko'raylikchi. Aytgancha bu video sizlarga yoqibdi-mi? Video oxirida men bu modni siz ham o'ynay olishingizni aytaman. Video oxirida yaxshilab tushuntirib o'taman. Bu yerdachi men bularni albatta olaman. Bu yerda yana tog' ham bor ekan. Demak, borishimiz kerak. O'sha yoqqa bor deyapti, demak boramiz. Unda ketdik. Bu yer echkilar tog'i ekan. Echki bozor. Hozir echki mozor bo'ladi. Ha do'stim, bu yurak parchasi 9 tasini yig'sang, doktor aytishiga qaraganda zo'r narsa yasasang bo'ladi. Nima, endi shu joyga qaytib borishim kerakmi? Shuncha joyga yana qaytib borish kerak. Ha mayli, unda ketdik. Yurak parchasi menda. Endi yana 9 ta yig'ish qoldi. Mana men 9 ta yurak parchasi, bitta yurak yasadim. Bu yerga esa qishloqi va echki deb yozib qo'yilgan ekan. Demak, echkilar tog'iga yana qaytamiz. Va nihoyat yetib keldim. Va birinchi yurakka ega bo'ldim. Xo'sh, endi nima? Nima qilaman? Buni menimcha ishlash kerak va xo'sh, agar men mana buni qila olsam, Minecraft qotib qoladi va hozircha qor sindira oldi. Xo'sh, tosh ham sindira olarmikan? Agar tosh ham sindira olsa, bu rostdan ham ajoyib bo'lardi hozir. O'tirib sakrashni bossak, tosh ham sindira olar ekan. Endi men bilan blok bilan muammo bo'lmaydi. Men yetib keldim, to'xtanglar. Bu yana nima? Qaranglar, uyning tomi qanaqa ekan. Xo'sh, bu ko'k jundan qilingan. Buni tepasida esa Crafty'ning basharasi. Yaxshi, demak, u mana qishloqi yuragi va buni ishlasam nima qo'shilishini taxmin qilyapman. Seni qishloqi yuragi bilan tabriklayman do'stim. Senga hujum qilishganda atrofingda kichkina qishloqchalar paydo bo'ladi. Sabr tilayman. Xo'sh, endi sen nima deysan? Nimadir deyasanmi? Menimcha nimadir deysan. Xo'sh,
Menimcha bu bizga jirkanch ustidan ustunlik olishga yordam beradi. Doktorning aytishiga qaraganda bu qo'y katalizatori deb ataladi. Nimani anglatishini bilmadim. Aftidan bu yalmog'iz ko'rsatish uchunmi odatiy maxluqlarga o'xshab niqoblanib, qo'rqinchlilarni yuborgan. Qo'rqinchli, to'g'rimi? Bular boshqa mashg'ulot topsa bo'lardi. Har holda hurmatli doktor aytishicha, biz buni qo'yga ishlatib, jirkanchning xizmatkorlarini fosh qila olamiz. Tushunarli. Aslini olganda esa hech narsa tushunarli emas. O'la qolsangchi yaramas. Xullas, meni dohiyonaligim sababli video yozib olish esdan chiqibdi va mana buni qaranglar. Lekin boss bilan jang qilganimni ko'rsataman. Aytgancha ba'zi bir ovozlar yo'qligiga sabab va o'tgan videoni prosmotri kam ekanligiga sabab bo'la oladi. Xullas, men Ender Dragon'ni ham yalmog'izni ham o'ldirdim va hamma jonlarga ega bo'ldim. Lekin bu ham videoga olinmabdi. Videoni olinmagan joyini aslida men olgandim, lekin yo'q bo'lib qolibdi. Agar o'sha video qismini topsam, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman va o'sha modni ham Telegramga kirishingiz uchun mana havola. Video yoqmagan bo'lishi mumkin, ba'zi birlarga esa yoqgan. Videodagi xatoliklar uchun uzr. Bu mening aybim emas. Buning sababini ham Telegram kanalida qoldiraman. Hammaga xayr, sizlar bilan Depesh va Obito Sembek kanali bo'ldi.